O'zbek segmenti uchun eng kam ko'rsatiladigan hamyonbop va lakshiy bo'lgan avtomobillardan bittasi. Minimalizmga asoslangan shedevrga ega. Bir dona havo tozalash sistemasini o'zida changlardan, viruslardan, bakteriyalardan va yomon hidlardan saqlagan holatda va qo'shimchasiga toza havoni ham tashqaridan yo'lovchilarga kerak paytda avtomatik tarzda yetkazib beradi filtrlar. Ham bojxona masalasini, hamda yoqilg'i xarajatini kamroq qiladigan 3 litrli turbinli motor Twin Scroll bo'ladi. Abrazli 6 ta silindrga 360 ot kuchi 500 Nm taqdim qiladigan Range Rover Sport 2026 bo'ladi. 380 mm li tayanch diska, Brembo supportlari, E22 sportivniy diska va pnevma podveska o'rnatilgan bo'ladi. Zavod tomonidan o'rnatilgan parok, eshiklarda davotchiklar, interyerda isitish, sovutish, massaj, 13.1 dyumdan iborat bo'lgan markaziy multimedia paneli, shovqin kamaytirish sistemasi, Meridian premiumli akustika 29 dona va head-up display o'rnatilgan bo'ladi. Narxi esa bor yo'g'i 135 ming AQSh dollari bo'ladi. Albatta, samolyot bilan yetkazib berganimizda.